Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan mehmonlarimiz, do'stlarimiz, qadrdonlarimiz, yana kundalik ish jarayonidamiz. Bir nechta bemorlarimiz bugun o'z lichenlarini yakunlayaptilar. Shulardan bittasi Gulchehra opamiz, 58 yoshdalar, Andijon shaharidan kelganlar. Holatlari bo'yicha ozgina gaplashamiz. Suhbat davomida o'zini vaziyatlarini aytib beradilar va eng muhimi davolanish jarayonidagi tanadagi og'riqlarning o'zgarishi, muammolarning sekin-sekin bartaraf bo'lishligi va biomexanikani qayta tiklash masalasi yoki harakat qilishni qayta tiklash masalasi bo'yicha o'zgarishlar necha foizligini o'zlari to'g'ri gapirib beradilar. Gulchehra opa, bizda 10 kun yotdingiz, lecheniya qildingiz. Boshlang'ich og'riqlar, kasallikning birinchi boshlanish alomatlari qanaqa edi o'zingizda? Birinchi boshlang'ich alomatlari yurganimda, hattoki yurmay yotganimda ham og'riq kuchli bo'ldi. Yotgan joyingizda ham og'riq bo'ladi. Yotgan joyimda ham juda ham kuchli bo'ldi. Og'riq qoldiruvchi tabletkalar ichdim. Og'riq qoldiruvchi ukol oldim. Hech bo'lmadi. Keyin bu yerga keldim. Sizlarni YouTube'dan kuzataman, ko'p Faqat kuzataman. YouTube'dan ko'rasiz? Telegramdan kuzatdingizmi? Yo'q, YouTube'dan ko'p kuzataman. YouTube'dan ko'p kuzataman. Odilbekda darsliklarni ko'p ko'rdim. Ko'rib, shu yerga kelishga qaror qildim. Kelganimga afsuslanman. Juda ham yaxshi lecheniya bo'ldi. Fizioterapiyalari ham juda yaxshi. Kineziterapiyalari ham juda yaxshi bo'ldi. Shug'ullantiradi shu Baxtiyorjon mana mashqlarni qildirdi. Ignoterapiya oldim. Mana Sarvarbek plazmalarni quydi. Rasuljon tizamizga plazmalarni quydi. Kecha mana yog'ni ham quyib qo'ydi oxirgisini. Tizzani o'zida ham muammo bor edi. O'zida основной tizzani o'zida muammo edi. Umurtqalarimda ham muammo bor edi, lekin tizzamdagi kuchli edi. Tizzamdagi muammoyim kelganimdan keyin bir kunda umuman og'riq qoldi. Umuman qoldi og'riq. Hozir ham og'riq yo'q. Harakatlanganingizda og'rirdi o'zi? Voy, harakatlanmasam ham og'riyapti. Yotganimda ham og'riyapti dedim-ku. Hattoki og'riq bu signal, yaxshi signal. Og'rimay qolgani yomon. Bo'g'im kasalligi bo'yicha o'zi shunaqa. Sonchonoq bo'g'imida ham, tizza bo'g'imida ham og'riq bu signal. Ya'ni yaxshi bo'lasiz hali degan so'zga o'xshagan narsa bu. Og'rimay qoldi degani bu yaxshi narsa emas. Juda kuchli og'riqqa chidamadim. Meni ro'za chiqsa kelaman deb qaror qildim. Ro'zaga chiqishga ham qaramadim. Og'riq kuchayib ketdi. Kelaverdim sizlarga. Andijonda o'zida bormadingizmi doktorlarga? Andijonga ham bordim. Yanvar oyida kinezologga bordim. 4 kun bordim. Yaxshi bo'ldim. Undan keyin 15 kunda bir kelib turasiz dedi. Yana 15 kunga qolib qolmay yana og'riq bo'ldi. Davolandim, yotib davolandim. 6 kun yotdim. Yana bir 10 kun, 15 kun yaxshi bo'ldim. Keyin baribir og'riq urdi. To'g'ri aytgan ekanda vaqtini 15 kun deb. Ha. Sanab yurgan ekanda o'zi 1 2 3 4 5. Men aytdim, to'g'ri aytgan ekanda kinezolog dedim. Lekin lecheniya oluvdim, ham yaxshi bo'lmadi. Bu yoqqa keldimda. Uni hammasi tizzaga qilinyapti. Uni hammasi tizzaga qilinyapti. Tizzaga qilindi, umurtqalarim ham og'rirdi. Umurtqamda 4 ta grija chiqdi. Umurtqalarimga ham plazma quyishdi. Hozir umuman og'riq yo'q. Belda achitish, tolishlar bo'larmi? Achish bo'lardi, tolish bo'lardi, o'tirsam og'rib berardi. Sekin yotib olgim kelib yotib olardim. Umuman og'riq yo'q belimda. Yaxshi-ku. Yaxshi. Endi bundan Xudoga shukr, yaxshi. Kelinglar, davolaninglar deyman, kimga bo'lsa mashhadga kelishni tavsiya etaman. Gapni ochig'i juda ham yaxshi. Hamma yo'g'inglar, sharoitinglar, qizlar ham yaxshi xizmat qilishdi. Hammasiga rahmat. Farroshlar ham juda yaxshi. Toza pokiza vaqtida hamma yo'qni beradi. Hammasi shirin so'z. Xullas yaxshi. Rasuljonga ham katta rahmat. O'zi qanaqadir bu xona boshqacha xona. Men o'zi bu xona u xona deb ajratmayman. Lekin bir nechta xonalarimiz bor klinikada, mana Imina Sergeli filialimizda yotgan odamlar hech qachon xavf bo'lib ketmaydi. Qanaqa xonani o'zida baraka bor. Yuzingizda ham nur yog'ib turadi. Qanaqadir 3 kun, 4 kun, 5 kun o'tadi, og'riq bilan kelganlar ham mana ko'p eslayman, mana shu yerda yotib ketganlar bor. Biz eslaymiz-da, xotirada qoladi. Bemorlarning o'zi tushunchasi yuqori bemorlar aslan mana shu xonada yotadi o'zi. Siz mana bular o'tiribdilar yoningizda, videoga tushmayman deb o'tiribdilar. Lekin baribir olamiz. O'ziflari bor, yonlarida bitta bemorimiz bor, ulardan ham o'zif olamiz. Alohida kelaman deb qo'yadilar. Har bitta bemorning fikri biz uchun muhim, qiziq va eng muhimi sizdagi holat bo'yicha yoki sizga o'xshash qaysidir bemor bizni YouTube'da, Telegramda, Instagramda kuzatib turgan bo'lsa, eng foydali joyi shu.
balkim bittadir unaqa bemor. Sizga o'xshagan bemor, tizzasi og'riydigan, beli og'riydigan, qatladadir yurgan, kinezologga boradi, boshiga boradi. O'ngani точно aytayotdimi? 15 kunda. 15 kundan keyin kelasiz deb точно 15 kunga rolni qilib lecheniya qilib chiqarib yuborganlar, boshqalar shunga o'xshagan bemorlar agar bizani ko'rayotgan bo'lsa, sizni yordamingiz bu. Bitta shu. Ya'ni sizni fikringizga agar meni yordamim bo'ladigan tegsa, xursand bo'laman. Men mana o'zimni jonim yomon og'ridi, qolganlarniki uni og'rishini xohlamayman. Bu yoqqa qilib pulini hayb qilmay, yaxshisi shu yerga kelgani yaxshi ekan. Men sizlarni shu plazmalaringni yaxshiligini maqtashgani uchun odamlar mana shu yerda menga o'xshab davolanib chiqib ketayotgan bemorlar plazmalaringni maqtadi. Shu plazmalaring uchun keldim, gapni ochig'i. Plazmani ko'p qo'yishdi. Uni vodiyda ham qilishadi. Uni mushak orasiga qiladi ular. Plazmani qilishdi umurtqalarimda, tochkalarga qildi. Srazi foydasini, effektini bildim plazmani ham. Tizzamdagini ham lecheniya olganimda bildim. Keyin 5-kuni plazma qo'yishdi. Mana 7-kuni yana plazma qo'ydi. Mana kecha tizzamizga yog' qo'ydi. Umuman og'riq yo'q. O'zi muammo unaqa kuchli bo'lmagan, chunki aytganimdek, og'riq bu signal, yaxshi bo'lishga qarab yuradigan signal. Og'riq kuchli bo'ldimi, lecheniya qilinsa yaxshi bo'ladi. Og'riq qoldiruvchi olib ketanal oldim. Fanigan ichardim, fanigan ta'sir qilmay qo'yib, 1400 dan ichishni boshladim. Mazlar qolmadi? Mazlar qolmadi. Attagada qolmadimi, bas hammasi. Arabistondan olib kelgan mazimni ham surkayman, u ham qolmadi. 4 tap kelgan ekanman, uni ham surkab tashladim. Keyin iloji yo'q, ko'zni yumdim-da shu yoqqa qarab yo'l oldim. O'zi asnali bizga kelayotgan potok bor. Bo'g'im kasalligi bo'yicha ko'p bemor keladi, lekin hammasini belda muammosi bor. Nimaga desangiz, birontasi to'g'ri yurish bilmaydi. To'g'ri. Bu yerga kelib to'g'ri yurishni o'rgandim. 58 yoshda yana. Qayerlarda muskullarni ishlatishdi, hamma yoqda ishlatishni o'rgandim. Mashqlar bilan bizga to'g'ri yurishni, to'g'ri mashq qilishni o'rgatdi. Biz birinchi o'chirda to'g'ri mashq qilishimiz kerak ekan. Bu yerda nima davolashdan tashqari bizga shu narsalarni o'rgatdi. Shunisiga xursandman. Yotishni ham o'zini qoidasi bor ekan. Hamma yoqda o'zini qoidasi bor ekan. Mashqlari ham rosa zo'r, mashq qilish kerak ekan. Bizani Telegramda kuzatmas ekansiz, lekin kuzatish boshlashingizni tavsiya beraman. Nimaga desangiz, Telegramda jonli efir qilamiz. Efirlarimiz har kuni 18:00 dan keyin bo'ladi. U yerda nima qilinadi? Email transport qilinadi. Uni to'lig'i YouTube'ga ham qo'yiladi, ko'rgan bo'lsangiz agar. Eng foydalisi shu. Manfaatlisi, foydalisi shu. Ya'ni boya aytganimizdek, qaysidir bemorning emailtasini biz ko'ramiz. Bizni ko'rib turgan 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 2000 ta bemorning ichidan balkim 10 tasi, balkim 100 tasi xuddi shu holat bilan og'riyotgan bo'lsa, o'ziga tushuncha olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Boshqalarga tavsiya qilasizmi bizni lecheniya qilib kelishni? Tavsiya qilaman. Kelinglar, masjidga kelib lecheniya olinglar. Menga o'xshab pulinglarni hayf qilib, bu yoqqa yurmanglar deyman. Har 15 kunda lecheniya olib? Har 15 kunda juda ko'p pulim ketdi. Endi bu yerda men xudo xolasa borsam, agar Salimjon, mana yana ham yaxshi bo'lsam, shu yerda hammasiga tavsiya etaman. Siz o'zingiz o'rgatingiz ham bo'ladi mahallaga chiqib lekin. Har kuni ertalab chiqib mahallada o'zingiz o'rgatingiz ham bo'ladi. Yurishlarni, mashqlarni deng. Yaxshi, juda yaxshi ekan bu yer, menga yoqdi. Holat bo'yicha biz ham xursandmiz. Agar siz yaxshi bo'lgan bo'lsangiz, biz har doim xursandmiz. Bizni bemorlarimiz har bittasiga kasallik holati bo'yicha alohida yondashuv zarur. Bundan foydasi yo'q. Yurakdan davolar ekan. Har bir nima, masalan, umurtqaniki o'zi Sarvarbiya, o'zi Rasuljon o'zini sohasi bo'yicha juda jonkor, Baxtiyorijon, mana Vitaliy Sevarxonlar fizioterapiyada, mategan nima. O'tirmaydi mana. Zulayxon. Mana bo'lamiz oti. Sunnatjon. Sunnatulloh ham biz og'riyapti, bo'ldi, qilma, massaj desak ham kineziterapiyasini qildi. Mushaklarni ochish uchun dodlatib yurib ochdi. Alohida qildi. Mushaklarni ochdi. Inshaalloh biz ham xursandmiz. Aynan siz yoki sizga o'xshagan bemorlar bizga kelsa, inshaalloh ularning ham holatidan kelib chiqib yordam beramiz, muammosi yo'q. Har qaysi bemor yoki har qaysi shaxs to'g'ri yashashga, sog'lom yashashga haqqi bor. Faqat buni o'sha narsaga loyiqlargina oladi. Ya'ni biomexanikani qachonki to'liq o'rganasiz, tanadagi mushaklardan to'g'ri foydalanishni o'rganasiz, hattoki ovqat yeyishni ham o'zining tartib qoidasi bor. Qachonki shu o'rganiladi, o'shandagina mana shunaqa rezultat chiqadi. Sizlar ham bizani kuzatib boringlar, joninglar omon bo'lsin, sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. To'g'ri ovqatlanishni ham o'rgandik bu yerga kelib. Eng muhimi shu o'zi.